G'azoliklar uchun navbatdagi sinov. Tabiiy ofat sabab sektorda og'ir gumanitar vaziyat yuzaga keldi. G'azo sektorini qamrab olgan Bayron Arktika bo'roni 2 yillik Isroil hujumlaridan omon qolgan minglab falastinliklar yashayotgan chodirlarni suvga g'arq qilgan va allaqachon og'ir bo'lgan vaziyatni yanada yomonlashtirmoqda. Ma'lum qilinishicha, 27 mingta chodir yomg'ir suvi ostida qolgan yoki kuchli shamol tufayli uchib ketgan. Payshanba kuni yopirilgan Arktika bo'roni 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan. Isroil hujumlari sabab shikastlangan binolarning qulashi oqibatida ham bir qancha odam halok bo'lgan. Qurbonlar orasida gipotermiya, ya'ni tana haroratining o'ta sovib ketishi sabab vafot etgan 3 nafar bola ham bor. Kuchli yomg'irlar oqibatida ko'plab oilalarning chodirlari ichidagi buyumlari va oziq-ovqat zaxiralari ham suvga botgan. 11-dekabr kuni ayrim joylarda suv tizzagacha ko'tarilgan va tuproq yo'llar loyga aylangan. Ma'lumki, G'azoda uylarning aksariyati vayron qilingan. Taxminan 2 million aholi deyarli to'liq ko'chirilgan. Odamlarning ko'pchiligi qirg'oq bo'ylab cho'zilgan ulkan chodir lagerlarda yashamoqda. Sanitariya ham abgor ahvolda. Hojatxona sifatida chodirlar yoniga kovlangan chuqurlardan foydalanilmoqda. Ta'kidlanishicha, Isroil chegara o'tish joylarini hamon yopiq holda saqlamoqda. Bu esa 300 mingta chodir, mobil uylar, vagonlar, shuningdek yordam materiallari va boshqa vositalarning anklavga kirib kelishiga to'sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, Isroil ko'chirilganlar uchun muqobil boshpanalar tayyorlashga ham xalaqit bermoqda.